Agar siz shu kasblarda bo'lsangiz, semirish xavfi 3 baravar yuqori bo'ladi. Birinchisi, ofis xodimlari kam harakatda bo'lganligi uchun qorin atrofida yog'lar yig'iladi. Ikkinchisi, tikuvchilik. Bukchayib o'tirish natijasida qon aylanishi buziladi. Uchinchisi, oshpazlik. Mayda-mayda tatib ko'rishlar natijasida kaloriya ortib ketadi. To'rtinchisi, haydovchilik. Ularni kam harakat va fast foodlar semirtiradi. Beshinchisi, o'qituvchilik. Juda ham ko'p stress bo'lganligi hisobiga kortizol darajasi oshib, tanada yog' yig'ilishi boshlaydi. Oltinchisi, smenada ishlaydigan shifokorlar, chunki ular tunda uxlamasligi ochlik va to'qlik gormonlari izdan chiqishiga sabab bo'ladi. Yettinchisi esa sotuvchilik. Kam harakat va stress sabab ular ham semirishadi. Kasbni o'zgartirishni iloji yo'q-ku, lekin semizlikni oldini olib, ozishni imkoni bor. Men oliy ma'lumotli diyetolog Xurshida Bonu Xurshidovna bu borada sizga yordam beraman. Aynan shu kasb egalari ham meni ozish marafonida qatnashib, bir oyda 4 kilodan uzog'i 10 kilogacha sog'lom vazn yo'qotishyapti. Ozish marafonida qatnashish va u haqida to'liq ma'lumotni olish uchun kommentariyada bir raqamini yozib qoldiring.